G'ishtemir aka suring bu yerdan. Tushundingizmi? Ey Sanjik, Nima deganingiz? Nima ustimdan kulyapti? Siz bizni mashaqqatli ishni ishlatayotganimizni bilmaysiz shekilli. O'zi emas u. Xafa qiladigan savollarni bermanglar. O'zi hayot qiyinchiliklari bizga yetarli. Yig'lavordingizka? mana shunaqa har xil gaplaring bilan mana xafa qilding. Latta mehmonlarni topib kelasan deb borib. Undan ko'ra bizni ko'klarga ko'taringlar, maqtinglar. Mashaqqatli ishni bajarayotgan bo'lsak, hamma ham bu vazifada ishlaolmaydi. Nima maqtayman? Sizdan to'q bo'lganmi? Yo oldinlari 1-2 marta vнимание qilib ketganmidingiz? Ha? Ishtahan karneligini qara, maqtaylar deb qo'yadi. Bekor kelibman shekilli. 100%. Mehmon e'tibor bermang. U o'zi aslida sizni jinnixonangizga mana shu o'zi borish kerak. O'zing borishing kerak. Qarashini Tushundingmi? O'zing borishing kerak. Bitta mehmonlarda darrov tarafiga o'tib oldik. Sen mani odamsan. Mehmon, yuring. Undan ko'ra bergan vnimaniyingizni birgalikda baham ko'ramiz, yuring. Qanaqa? Vнимание qilganmilar? Vнимание qilganmilar? Конечно. Anaqa. Ana o'zgardi, ko'rdingizmi? Aka kechiring. Xafa qilib qo'ydim. Kechiring aka. O'zimni buzib tashlayman. Yo, buzmang, o'zingizni buzasiz. Qanaqa jazoli o'zimni? Sizni xafa qilganim uchun, okajonim?